Tinchlikmi? Nimaga qarab ketyapsiz? Siqilib o'tirganingizga qarayapman. Nimadan siqilyapsiz? Sizga nima? Problema bormi? Sizga nima yo'lingizdan qolmay, xo'p? Menga somsa ishda go'shtli. Somsa? Yo, shash. Somsaxona emas. Yo, ana siqilganingizga aytyapman-da, problemangiz bo'lsa hal qilay deyapman. O'zim hal qila olmayman. Siz qayerdan hal qilasiz? Yo'lingizdan qolmay. Pulli problemami? Ha. Katta pul kerakmi? Ha. Mashinangiz baland yorilib ketdi. Hozir haydab keldim, u qayerdan yoriladi? Mani qarang, ishonmasangiz. Men birov olmayman. Ana kibrmisiz, kibrmasmisiz deb aytdim-da, men birov Tinchlikmi? Nima unaqa o'tiryapsiz? Tinchlik. problemani eshitsam ichim og'riydi-da, men ichim Turing, nima unaqa o'tiryapsiz? ichim og'riydi-da mening. Yo'q, nima unaqa problem yo'q. Nima qashyapsiz? Ani krossovkani taginiga nimaga qashyapsiz? Aytyapman-ku, ko'ryapsizmi? Men ichim og'riydi, oyog'im og'riydi-da shunday. G'alati ekansiz, voy. Men Yiqilib tushyapsizmi? menda katta problema bor-da. Nima problema sizda? To'y qildingizlarmi yaqinda? Elangizga ko'rpachalik kerakmi? Yo'q, nima u? Nirbek degan bachchani taniysizmi? Yo'q, tanimayman. Nimaga unaqa ko'p gapiryapsiz? Abu Sa'ida do'koni borda, ko'rpachalik materiallar sotadi. Uni juda arzon oldim. Hamma taniydi uni. Voy, menga unaqa narsalar kerak emas. Siz ana boya artistmi? Ha, artistman, Jahongir Otajonovman. Jahongir o O'xshamayapti. erkak kishi edi-da, men shunga sizga hozir ya qiliqlaringiz o'xshamayapti unga. O'xshamayaptimi? Yo'q-da. Voy, ne unaqa qilyapsiz? Dori beraymi? Yo'q, ozroq pul bera olasizmi menga? O'zimda ham yo'q. Men to'g'ri Nech pul berish kerak? 50 million. 50 million? Nimaga sizga 50 million? Shuncha pul. Ozroq yetmayapti-da. Nimaga yetmayapti? Dori beraymi? Yo'q, meni onamda kallamda havo bor. Havo jeyilib qolganda, shunga men o'zim gapirib qolaman. Xolasangiz she'r aytib beraman. Sevgi o'zi besharib, uni mardlar ochadi, ba'zi bir nomardlar ochib turib qochadi. Kerak emas. Men ketdim. Men artistman. Men Jahongir Otajonovman, eshitmadingizmi? Men ham artistman. Siz ham artistmisiz? Oypaningiz nechisi bu? Eng past varianti. Past. Men to'g'risi aytsam, mana shunday qora mashinada juda ham katta orzuyim bor-da, shunday qora mashinani ko'rsam niyat qilganman. Shu mashinga meni bitta rasmga olib qo'yasizmi? O'tirsam bo'ladimi? Yo'q. Ya rulida Qo'rqaman, men mashinamga erkak kishi bundan o'tirmaydi. rulda o'tirib tushaman-da, erta men oshnamga maqtanaman-da, kecha maqtanib qo'ydim, mashina oldim deb shu rasmni tayyorlab beraman. Ya to'g'risi mana mijim gara o'ynaganmiz 4 ta sigirdan. Mijin 4 ta sigirdan? Ha, agar men o'tirib qo'ysam 4 ta sigir beraman. Prosta bitta rasm olib qo'ysangiz bo'ldi, men ana bunday qilib tushaman-da, ana vor bo'laman, men vorman, bo'riman. G'op. Qarang, to'g'risini aytsam-chi, men erkaklar mashinamga o'tirganda. 1 minutga hech kim ko'rmaydi-ku, sizning mashinalaringiz bilinmaydi. Prosta odamdan yaxshilik qiladi-da, kibrmasmisiz? Yo'q. Bo'l. Oldim. Bitta video ham qilib bering. Nima qilib bering? Bitta video shunday gapirib beraman. Ha. Ketdimi? Kecha meni qo'yimni boqmagan cho'ponlar, bugün menikini yo boshdan manoli gapirmoqchiman-da men. Manoli. Ketdi. 2008lar maktab bitirayotganda jala video qilmanglar. Bitta sizlar bitirganlaringiz yo'q, hamma bitiradi. Avf! Qiq. Otingiz kim? Ismim Zilola. Zilola? Bu prank etdi, mana yerda kamera bor edi. Ko'rdingizmi? Shunday xolos ko'tarib qo'y, xabar bo'lishi. Hatto unaqa bekitib qo'ydinglarmi cho'za? Qanaqa qilyapsizlar?